Yurtimizda 2026-yilga mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb nom berildi. Bu jamiyat taraqqiyotida mahalla platformasining ahamiyati yuksak ekanini anglatadi. Shu bois joylarda joriy yil rejasi asosida mahalla raislarining aholiga murojaatlari taqdim etilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Jizzax viloyati misolida davom ettiradi. Baxmal tumanining Do'stlik mahallasi yettiligining aholiga murojaatnomasida hududning joylashgan o'rni, aholi daromadining driver shakli, yoshlar tarbiyasi, xavfsizlik kabi barcha jarayonlar hududni rivojlantiruvchi yo'l xaritasiga kiritilganini, bu borada yosh ulug'larning barcha yo'nalishlarda namuna va o'rnak bo'lishi zarur shartlarda e'tiborga olindi. Xuddi shunday mas'ullar murojaati Paxtakor tumanining Toshkent mahallasida ham keng qamrovda tashkil etildi. Mahallada amalga oshirilgan namunali ishlar e'tirof etilib, kelgusi vazifalar belgilab olindi. Faollarning taklif va tashabbuslari bu borada hamjihatlikka xizmat qildi deyish mumkin. Taqdimotda mahallamiz yettiligining vazifalarini, ularning qay tartibda bajarilishi, aholiga ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yordam berish, kam ta'minlangan oilalarga yordam berish, ana shu mahalla yettiligiga prezidentimiz ishonib topshirgan topshiriqlarni amalda bajarishga mana shu taqdimotda o'zining fikrini aytib o'tdi hamda mana shu mahallalardan kelgan fuqarolar o'zlarining fikr mulohazalarini, takliflarini berdi. Jamiyat hayot va mamlakat taqdiriga daxldor bu jarayonlarda mahalla yettiligi vakillari, mahalladagi faollar, ziyolilar, nuroniylardan o'ta muhim va mas'uliyatli vazifalar talab etiladi. Buni to'g'ri anglagan holda, yangicha tamoyillar asosida ishlash yo'lga qo'yilsa, odamlarning faolligi sezilsa, har qanday marra zabt etiladi. Bu o'z navbatida yurt taraqqiyotiga ham munosib hissa bo'lib qo'shiladi.